Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarim hamda komandam. Azizlarim, bugun Irsak kompaniyasini marketing plani haqida sizlarga to'liq ma'lumot berib o'taman. Irsak marketing plani 5 ta pog'onadan iborat, ya'ni 5 ta zinadan iborat. 10% pog'onamiz, 15%, 21%, 27% va 33% pog'onalardan iboratdir. Siz a'zo bo'lib kirib kelsangiz, 10 ballik xaridni amalga oshirsangiz, siz 10% ga chiqasiz. Bu degani oylik daromadga chiqasiz degani. Siz 30 ball yig'sangiz kabinetingizga hamkorlar bilan birgalikda albatta 15% lik karyeraga chiqasiz. Siz hamkorlar bilan birgalikda 60 ball yig'sangiz, albatta siz 21% lik karyeraga chiqasiz. Hamkorlar bilan birgalikda 120 ball yig'sangiz 27% lik karyeraga chiqasiz. Bu 27% lik karyeramiz lider yordamchisi hisoblanadi. Siz bu kompaniyada 2 oy davomida ballaringizni kuydirmasdan 200 ball yig'sangiz, kompaniyada liderlik lavozimiga erishasiz. Bilasiz, liderlik lavozimiga erishganingizda albatta sizga kompaniya tomonidan juda ham katta daromadlar to'lanadi. Albatta siz komandangizga hamkorlar olib kelsangiz, hamkorlaringiz xarid amalga oshirsa, sizga daromadlar yaxshi to'lanadi.